Assalomu alaykum do'stlar. Bugun siz bilan Chevrolet Nexia 2026 haqida qisqacha va lo'nda gaplashamiz. Nexia O'zbekistonda yillar davomida ishonch qozongan avtomobil va 2026 yilgi talqin bu an'anani zamonaviy ko'rinishda davom ettiradi. Bu model ilk bor Nexia nomi ostida 1990 yillarda mashhur bo'lgan, keyinchalik Nexia 3 sifatida yangilanib, bugungi kunda yanada mukammal holatga keldi. Tashqi dizayni avvalgilarga qaraganda ancha zamonaviy. Old panjara keskinroq, chiroqlar ixcham va umumiy ko'rinish yoshona. Salon esa oddiy, lekin qulay, multimedia ekran, konditsioner va kundalik hayot uchun yetarli barcha funksiyalar mavjud. Dvigatel odatda 1.5 litrli benzinli bo'lib, shaharda ham, trassada ham yetarlicha chaqqon va eng muhimi tejamkor. Agar uni shu sinfdagi avtomobillar, masalan Cobalt yoki arzon koreys sedanlari bilan solishtirsak, Nexia xizmat ko'rsatishning arzonligi, ehtiyot qismlarining oson topilishi va mahalliy bozorga mosligi bilan ajralib turadi. Narxi ham ko'pchilik uchun qulay bo'lib, aynan shu sabab u oilaviy va kundalik foydalanish uchun yaxshi tanlov hisoblanadi.